Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan poytaxt hududida giyohvandlik vositalarini tarqalishini oldin olishga qaratilgan bir qator tezkor tadbirlar o'tkazilmoqda. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Tezkor tadbirlarning navbatdagisi poytaxtimizning Yashnobod tumanida o'tkazildi. Unda tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari o'z xatti-harakatlarida shubha uyg'otgan fuqaroni to'xtatib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechiradilar. Aniqlanishicha, uning yonida ko'k-sariq rangli izolentaga o'ralgan kukunsimon modda bo'lgan. Instagramda vakansiya ko'rib qoldim. Yaxshi pul taklif qilinadigan ish va unga qiziqib ko'rdim. Keyin bilsam, u narkotik moddalarni tarqatish ekan. O'z xohishim bilan rozi bo'ldim, bu ishga kirdim. Giyohvandlik moddasini tarqatish mumkin emasligini bilardim. Pulga qiziqish bo'lganligi sababli men shu ishni qilishga qaror qildim. Qo'lga tushgan kunim Yashnobod tumanida 30 ta berilgan edi giyohvandlik moddasi. 13 tasini joylashtirib, 14-sini joylashtirayotganimda ichki ishlar xodimlari xolislar ishtirokida kelib tekshirganda oldimda giyohvandlik moddasi kelib chiqdi. Hammasini ichki ishlar xodimlari bilan xolislar ishtirokida olib chiqdik ko'mgan joylarimda. Qilgan ishimdan juda ham pushaymonman. Bu ishni hech kimga tavsiya bermagan bo'lardim. Qamalmayman deb o'ylashsa ham baribir kun qo'lga tushadi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Hurmatli hamshaharlar va poytaxtimiz mehmonlari, giyohvandlik moddalari yoki kuchli ta'sir qiluvchi vositalarni tarqatish bilan shug'ullanuvchilar, shuningdek, narkografiti yozuvlarini yozib ketuvchi shaxslar haqida biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, Stop Narkobot Telegram boti orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Murojaatchining shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Bugun internet orqali ish izlayotgan yoshlar va ularning ota-onalariga eslatib o'tamiz. Internet orqali ish topganda uning rasmiy daromad manbai ekanligini tekshiring. Pul topaman deb jinoyat yo'liga kirib qolmang. Yonida giyohvandlik moddalarini olib yurgan shaxs Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahri bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu fuqaro o'zi bilan Farg'ona viloyatidan poytaxtga 400 grammdan ziyod giyohvandlik moddalarini olib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir fuqaro o'zining xatti-harakatlari bilan shubha uyg'otganligi sababli shaxsiga oydinlik kiritish maqsadida 2 nafar xolislar ishtirokida yoniga borib, shaxsiy tintuv o'tkazilganda egnida bo'lgan kurtkaning chap cho'ntagidan qora rangli saqsimon o'tkir hidli modda aniqlandi. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, xonasiga xolislar ishtirokida kirilganda qora salafan paketda bo'lgan jigar rangli o'tkir hidli saqsimon modda borligi aniqlanib, sudga oid kimyoviy ekspertiza tayinlandi. Hozirda to'plangan hujjatlar jinoyat ishi qo'zg'atilishi uchun Yakkasaroy tumani huzuridagi tergov bo'limiga topshirilgan. Shuningdek, gumonlanuvchining mehmonxonadagi xonasidan ushbu giyohvandlik moddasini bo'lib tarqatish uchun mo'ljallangan elektron tarozi hamda 1380 AQSh dollari miqdoridagi pul xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi. Mehmonxonasida turganimda ichki ishlar xodimlari tekshirishib, kurtkani chap cho'ntagidan qora saqsimon nima chiqdi. Xonada ham bordim deyishdi. Bordi, xodimlarga taqdim etdim. Qilgan ishlarimdan pushaymonman. Yuziga qaragani ham hozir nimam yo'q. Farzandlarimni oldi pushaymonman. Hamma o'zim ham qilgan ishimdan pushaymonman. Kechirim so'rayman. Kechiringlar, bir safar kechiringlar. Men qaytib bu ishga qo'l urmayman, chek iste'mol ham qilmayman. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining xulosasiga ko'ra, fuqarodan olingan 400 gramm modda giyohvandlik vositasi ekanligi tasdiqlandi. Ushbu modda 2000 ta odamni zaharlashi va hayotini nobud qilishi mumkin edi. Xodimlarning sa'y-harakati bilan shuncha insoniy hayoti saqlab qolindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchiga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Mutasaddi rahbarlar tomonidan qabullar tashkil etish orqali aholi bilan bevosita muloqot qilish, ayniqsa ularni qiynab kelayotgan muammolarni aniqlab, joyida bartaraf etish yuzasidan amaliy tadbirlar o'tkazib kelinmoqda.
Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan bosh boshqarma binosida aholi bilan navbatdagi shaxsiy qabullar o'tkazildi. Uchrashuvlar davomida tergovga qadar tekshiruv, ijtimoiy himoya, ichki ishlar organlariga ishga kirish, moddiy yordam kabi masalalar yuzasidan murojaatlar tinglandi. O'tkazilgan qabulda 90 nafar fuqarolar yuzaga kelayotgan muammolar bilan murojaat qilishdi. Ko'plab fuqarolar tomonidan ko'tarilgan muammo joyida hal etilib, qolgan fuqarolarning murojaatlari ijrosi ta'minlanishi bo'yicha xodimlarga tegishli topshiriqlar berildi. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan joriy etilgan bu kabi xalq bilan muloqot tizimi aholining talab va ehtiyojlarini qondirish, joylarda ijtimoiy-iqtisodiy muhitni yanada yaxshilashga xizmat qilmoqda. Bu kabi qabullar davom etmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan joylarda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar o'tkazilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va shahar prokuraturasi tomonidan Prezidentimizning 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi birinchi son qaror ijrosi yuzasidan o'rganishlar olib borilmoqda. Xususan, ishchi guruh Uchtepa tumanidagi Shirin mahallasida bo'lib, boshqaruv servis kompaniyasi va mahalla mas'ullari bilan hamkorlikda olib borilayotgan amaliy ishlar tahlili bilan tanishdi. Ko'p qavatli uylarda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida kuzatuv kameralari va fuqarolarga yaratilgan qulayliklar ko'zdan kechirilib, mas'ullarga topshiriqlar berildi. Uchtepa tumanida joylashgan tungi klub faoliyati o'rganildi. U yerda jamoat tartibini saqlash yo'nalishida qilingan ishlar ko'rib chiqildi. Hududda xizmat olib borayotgan xodimlar ish faoliyati bilan tanishildi va kerakli ko'rsatmalar berildi. Ishchi guruh a'zolari tumanning Jurjoniy mahallasida ham bo'lishdi. U manzilda jinoyat muhokamasi o'tkazildi. Ma'lum bo'lishicha, mahallada Vaz rusumli avtomashina ochiq va qarovsiz qoldirilganligidan foydalangan shaxs uni olib qochib ketgan. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Uchrashuvda mazkur jinoyat ishi atroflicha muhokama qilindi. So'z olganlar jinoyatga sharoit yaratib bermaslik, xususan avtomobilni eshiklari ochiq, kalitni esa o't oldirgichda qoldirmaslik yuzasidan fuqarolarni ogohlikka chaqirishdi. Shuni yotayotgan bo'lsangiz, sizni misolida qolganlarga o'zimizdan birinchi boshlash kerak-da, imkoniyat berish kerakmi? Muhokama jarayonida gumondor ham qilgan ishidan afsusdaligini bildirdi. Ishchi guruh a'zolari tomonidan mahalla faollariga kelgusida hududda bunday jinoyat sodir etilishiga yo'l qo'ymaslik va har bir fuqaroni sergak bo'lishi yuzasidan tavsiyalar berildi. Bu kabi o'rganishlar poytaxtning boshqa tumanlarida ham o'tkazilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan Yashnobod tumanida tezkor tadbir o'tkazildi. Unda 1975-yil Toshkent shahrida tug'ilgan fuqaro 8,5 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni pora sifatida olayotgan vaqtida xolislar ishtirokida qo'lga olindi. Gumonlanuvchi ushbu pullarni Shayxontohur tumanida joylashgan 4 ta umumta'lim maktablarga qarashli bolalar o'yingohini o'zining yuqorida ishlovchi tanishlari orqali har bir o'yingohni 2 ming AQSh dollaridan jami 8 ming AQSh dollariga ijaraga olib berishni va'da qilgan. Xizmat haqqi sifatida 500 AQSh dollarini so'ragan. Hozirda mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchiga nisbatan Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bandi, 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'z navbatida eslatib o'tamiz. Shu turdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan shaxslar diqqatiga. Bordi-yu sizga ham ma'lum bir pul evaziga ijaraga yer olib beraman deb taklif qilinsa, bilingki bu firibgarlardir. Unutmang, davlat mulkini ijaraga berish O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining davlat mulkini ijaraga berish tartibini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaroriga asosan elektron savdo platformasi orqali amalga oshiriladi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi navbatchilik qismiga Mirzo Ulug'bek tumanida avtomobil olib qochilganligi bo'yicha xabar kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, noma'lum shaxs Mirishkor ko'chasida ochiq qoldirilgan Mercedes rusumli avtomobilni o'g'irlab qochib ketgan. Ta'kidlash o'rinliki, Toshkent shahrida avtomobil olib qochib, uni yashirish imkonsiz. Kuzatuv kameralari yordamida jinoyatchi ham, transport vositasi ham topiladi. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan mashinani topish va egasiga qaytarish choralari ko'rildi.
olib qochilgan transport vositasi Uchtepa tumani Zargarlik ko'chasida to'xtatildi. Gumonlanuvchi fuqaro va olib qochilgan transport vositasi jinoiy qidiruv xodimlariga topshirildi. Transport vositasini 1998-yilda tug'ilgan Sherzod ismli shaxs ochiq qolganidan foydalanib olib qochib ketgan. Buzoqning yugurgani somonxonagacha deganlardek u qo'lga olindi. Shu mashinaga qiziqaman, nimaga haydab nima qilishga. Oldida hech kim yo'q edi, keyin mashinaga o'tirib haydadim. Haydab shu shahar aylanib shu Uchtepa tumanidagi moykani oldiga borib to'xtab tushib turganimda YPX xodimi mashinasida kelib ushladi. Qilgan ishimdan afsusdaman, boshqa takrorlanmaydi. Mashinamni quflamasdan kalti ichida qoldirib bir joyga kirib ketdim endi. Chiqsam, mashina ham yo'q. Rostdan mashina ham yo'q. Men o'zim bir kimdir men bilan hazillashdim deb o'yladim. Shukr, o'z qiziqchi hazilkash deb kimdir mashinamni olib bir chekka olib qo'ydi. Uni qarayman, qidiraman, mashinam yo'q. Qarasa, haqiqatan ham mashinam o'g'irlab ketishdi. Men qish bilan 102 ga qo'ng'iroq qildim. Ishonasizlarmi? 10 minutda meni mashinamni topib berishdi. Qayerda ketyapti, qayerda, nima, qayerda, men o'zim hayratda qoldim. Shuning uchun hurmatli azizlar, hurmatli fuqarolar, hurmatli hamshaharlar, sarxushyor bo'lamiz. U duch kelganda ochiq oldimni olib ketaverar ekan. Shuning uchun men u narsani aytib o'tmoqchimanki, sarxushyor bo'lishimiz kerak ekan, mashinani qulflab yurishimiz kerak. Yo'q paytda pult ishlamay qoladi. Pultni yopdim deb o'ylaysiz, lekin yopilmay qoladi. Pultni yopilmay qolsa ham mashina qulflamagan bo'ladi. Iloji bo'lsa, shuni kalta qulflab o'zingizga sarxushyor qaynasanglar, bu undan ham zo'r chiroyli ish bo'ladi. Shuning uchun avvalambor shu barcha bizni ichki ishlar xodimlariga, shahrimizni barchalarga rahmat. Lekin bundan keyin hushyor bo'ldim. Hatto uy kirayotganda ham mashina qulflab kiryapman. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur moddaga ko'ra 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Hurmatli yurtdoshlar, avtomobilingizni ochiq holda qoldirmang. Ogoh bo'ling. Siz UzReport TV'da navbatchilik qismi ko'rsatuvining yangi sonini tomosha qildingiz. Yana ko'rishamiz. Salomat bo'ling.